Alaykum Hazrat Umar ishqozlari, obunachilari. Mana bunga yana bir toza shu qirg'iz qo'ylaridan kelib qoldi shu dona. Bu ukamiz nihoyatda toza qo'ylarni olib keladi bundan bog'i. Xudo xolasa mana shu barra sezonlar boshlanyapti. Xudo xolasa akalar. Uchalasi ham qo'chqor. Umarxon. Va alaykum assalom. Bu uchala qo'chqorchangizda aka, ukaxon dastopkalari, qaygacha manzillari? Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan dastopkalari o'zlaridan ekan. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana qo'ylar, bir ko'ringlar yuzlarini ham. Qaranglar, bu oldirmayapti. Nihoyat tiniq shu. Zot qanaqa qo'ylardan uka? Zoti Edilbayskiy, qirg'izlar. Edilbay, qirg'iz shu rasa go'sh kabaqalagan qo'ylardan. Narxini bitta ayting. Narx 4 million kami bor. Kami ham bormi? Kami qanchadan qilib berasiz? 100 mingdan tushib beramiz. Bo'ldi. Umarxon umringiz uzoq bo'lsin. Yana o'tadigan joyi bormi, yo'qmi? O'tadigan joyi yo'q. 3 dona qo'chqor. Dastoplar Namangan, Andijon, Farg'ona, Toshkent. Sizning manzilingiz qayerda? Namangan tumani. Tepaqo'rg'on. Namangan tumani Tepaqo'rg'on. Dastopkalari o'zlaridan ekan, 3 ta qo'chqorchani kim zotga baho olaman desa, Umarxonni qo'ylarini bir baqqan odam yana qo'yib bering Umarxon deydi. Akalar, bu qo'yni qaranglar. Qo'yni qaranglar akalar. Mana, voh Umarxon. Lekin Umarxon yaxshi narsalar ekan, gazi kuchli qo'ylar ekan. Omadingiz obunachilar bitta like, bitta podpiska bosib qo'ysa, har doim shunaqa yaxshi qo'ylarimiz kelishni boshladi.